Nikohda yigitning oldim degan so'zini qizchaq anglamasa hukmi qandoq bo'ladi? Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, nikohda yigitning oldim degan so'zini qizchaq anglamay, so'ringa hozir bo'lganlar anglasa va guvohchilar qizchaqning qabul qilgan ovozini anglab chiqib, qabul qildi deb xabar qilsa, bu nikoh shariatga uyg'un bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. O'g'il bilan qiz tarafning nikohga roziligini ifodalaydigan ijob bilan qabul nikohning asosli ikki rukni hisoblanadi. Ikkisi yoki biri topilmasa nikoh bo'lmaydi. Bu ikkining biri qaysi tarafdan burun chiqsa bo'laveradi. Nikohning bir tarafi o'g'il yoki o'g'ilning vakilidir. Yana biri qiz yoki qizning valisi yoki vakilidir. Bir tarafning roziligini yana bir taraf anglasa, guvohchilar shu so'rinda hozir bo'lsa, nikoh tamom bo'lgan bo'ladi. Agar bir taraf ifodasini bildirib, buni yana bir taraf anglamagan bo'lsa, lekin guvohchilar anglagan bo'lsa, guvohchilar biz angladik deb guvohlik bergan ahvolda nikoh to'g'ri bo'laveradi. Shundaqdimi, ba'zida qizning roziligi yo'q ahvollarda uydagilari zo'rlab nikohlab qo'yadigan ahvol bo'lib qolmasligi yoki boshqa biror o'yin yoki shubha aralashib qolmay, puxta bo'lishi uchun ikki taraf bir-birining ifodasini anglashi, guvohchilarmi anglashi, qizning valisimi so'rinda bar bo'lishi eng afzal. Ba'zida har ikki taraf shu so'rinda bo'lgan taqdirdami diqqati chechilib ketib, xiyol surib o'ltirib qolib yoki ovoz bo'sh bo'lg'achqa qarshi tarafning ifodasini anglamay qoladigan ahvol bo'ladi. Bundaq ahvolda nikohga guvoh bo'lgan musulmonlar jamoati qarshi tarafning ifodasini anglagandan keyin nikoh to'g'ri bo'laveradi. Agar ularmi anglamagan bo'lsa, nikoh bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 100-numurliq fatvo.